Iroq g'arbida Amerikaning yoqilg'i quyuvchi samolyoti urib tushirildi. Iroq g'arbida Amerikaning KC-135 yoqilg'i quyuvchi samolyoti urib tushirildi. 6 kishidan iborat butun ekipaj halok bo'lgan. Yana bir KC-135 shikastlandi, biroq ekipaj bortni Isroilga muvaffaqiyatli qo'ndira olgan. KC-135 havoda yoqilg'i quyish uchun mo'ljallangan asosiy samolyot hisoblanadi. U 14 metrgacha bo'lgan teleskopik shtanga orqali B-52 bombardimonchilari, F-15 va F-35 qiruvchi samolyotlariga yoqilg'i uzatadi. Samolyot bir parvoz davomida 90 tonnagacha yoqilg'i yetkazib berishi mumkin. Ushbu ulkan texnikaning narxi taxminan 25 million dollarni tashkil etadi. Pentagon yoqilg'i quyuvchi samolyot o'zlariniki tomonidan urib tushirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminni rad etdi. Bu Epik G'azab operatsiyasi davomida yo'qotilgan 4-Amerika samolyotidir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, samolyot Iroqdagi Shia guruhlari tomonidan raketada urib tushirilgan. Rossiya Eronga yordam yuborishni boshladi. Eron Rossiya va boshqa do'st davlatlarga gumanitar yordam so'rab murojaat qilgan va uni yetkazib berish ishlari allaqachon tashkil etilgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zakharova xabar berdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili brifingda ta'kidlashicha, mamlakatda ko'plab shifoxonalar va tez yordam stansiyalari vayron bo'lgani. Shuningdek, yaralanganlar soni, jumladan ayollar va bolalar orasida ham ko'pligi sabab Eron tomoni do'st davlatlardan dori-darmon yuborishni so'ragan. Uning aytishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin topshirig'iga binoan Rossiyadan Eron xalqi uchun zarur gumanitar yordam yuborish tashkil etilmoqda. 12 mart kuni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi Eron aholisi uchun 13 tonnadan ortiq dori-darmon yuborilishini e'lon qilgan. Yuk Il-76 harbiy transport samolyoti orqali Ozarbayjonga yetkaziladi. Shundan keyin u yerdan Eron vakillariga topshiriladi. Qayd etish joiz, Amerika va Isroil 28 fevral kuni Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlagan. Bunga javoban Eron Yaqin Sharqdagi Amerika harbiy bazalari va neft tankerlariga zarbalar bermoqda. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 8-mart holatiga mamlakatda harbiy harakatlar boshlanganidan beri 1200 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Eronga Amerika harbiy kuchlarining joylashuvi va harakati haqida razvedka ma'lumotlari uzatayotgani haqida xabar berilgandi. Berilgan ma'lumotlarning katta qismi Rossiyaning sun'iy yo'ldoshlari orqali olingan tasvirlardan iborat. Ularda Amerika qo'shinlari, kemalari va harbiy samolyotlarining joylashuvi aks etgan.